Hurmatli do'stlar, qo'limda gul bilan kechki payt mana bu bugungi yig'lagan onaxonimiz uylarini topib keldim. 8-mart bayramlaridan tabriklayman. Assalomu alaykum. O'zbekiston xotin-qizlari 8-mart bayramlaridan tabriklayman. O'zim Yashnobod tumani obodonlashtirish ishlayman. Bugun bizni bayram tadbiriga chaqirganida Koreya ishxonasining ichiga lekin bergan podarkasi nega so'g'irlab ketyapti, qo'limdan bitta kishi olib qo'ydi. Lekin men o'g'irlaganim yo'qdi o'sha podarkani. Kerak emasdi. Qaytib boshqa umma chaqirmasa iltimos. Bu emas, 2 yildan beri mana shunaqa ahvolga tushib qolaman. Menga birov sadaqasi ham kerak emas, iltimos. Butun O'zbekiston xalqi ko'rsin, iltimos. Ko'rsin. Ular rozi bo'lsa, olgan oyligim arziragan pul, lekin menga o'sha narsa kerak emas. Chaqirgandan keyin odam sharmanda qilmasin. Men o'g'irlikdan bolalarimni boqmaganman. Iltimos shuni chora ko'rishlarini so'rayman. Hozir onaxonni xursand qilib ketamiz. Yo'l boshlang, yo'l boshlang. Rahmat. Qanday Ha, sizga rahmat. Endi bu gul sizga. Rahmat, topganingizga baraka bersin, umringizdan baraka toping. Bugun anaqa qilibsiz. Endi o'tiring. Sizlarga masalan noqulay bo'ldi-da. Ha, mana oching. Ha, telab buni sizga atab oldim. Hozir anta o'ylab o'tirdim, bittasi artistlar bittasiga anaqa berdi. Faqatgina nima deydi? Sipochka $1000 oldim. Voy, Mabodo bir narsa qiynalib qolsangiz, sotsangiz ham 13-14 million so'mlik narsa. Yo'q, sotmayman. Mabodo, endi buni hozir qandaydir taqishimiz kerak sizga. Mana baraka toping. razmeri katta bo'lsa, o'zingiz to'g'rilaysiz. Bo'ldi. Endi men buni qanday taqaman? Men tushunmayman-ku buni. Taqolasizmi o'zingiz? Mastaqbilishi bo'lmasa, rahmat. Hozir o'ylayapti, artistlarga anaqa beryapti, sovg'a zo'r, anaqa sipochka nima berdi deb o'tirib, hech qachon men shu yoshgacha hech podarka olmagan, bu yil oldim-ku. O'zingiz gapiribsiz, O'zbekistonga. Kecha xafa bo'ldim, yig'latdi meni, rosa yig'latdi. Aqli podarka berib olib qo'yishdimi? Ana kichkina pechenye bilan bunda korobkada. Voy, umringizdan baraka toping. Hurmatli obunachilar, biza shu sizlarning nomeringizdan bu onaxonni iltimosidan direkt ko'p odam yozdi. Azaga toping shu onaxonni bir podarka bilan tabrikab keling. Shunga mana gul bilan keldi. Qimmatbaho o'zingizga olib kelibdilar. Umrdan baraka top, lekin men sovg'a olaman deb o'ylamadim. Yo'q, bildik biz uni. Bizda mabodo shunaqa onaxonlarni obodonlashtirishdagilarni, Mardigor bozoridagi onaxonlarni kim xafa qilsa, men bilan muammo bo'ladi bu odamlarda, aytib qo'yib. Biz chunki onani begonasi bo'lmaydi. Jannat onalar oyog'i ostida. Shuning uchun obodonlashtirishdagilarni biz har doim shunaqa xursand qilib kelamiz. Mayli 8-mart o'z yo'liga. Ro'za Ramazon kunlari sizga bizdan sovg'a. Rahmat. Umrdan baraka topsin deb sinimga aytdim. Malika menga hech kim podarka bermaganda, shu yoshgacha ikkalamizga bir xil ishkalab keldi. Bolalarimga olib keldim. Kecha soat 5:30-6 gacha o'shanaqa maktab oldi. Qo'yliqqa kelib astronomga rosa o'tirib sovuqlar qotib, qo'llarim muzlab ketdi. Kelaymi, kelmaymi uyga? O'zim o'ldiraymikin, bolalarimni olgan bor, keyin shu bo'lgan bolalarim bordi. Mirzo'ni berdan borib olib keldim, qo'y bolalarim xafa bo'lmasin, non olib boray deb 8 yaqin yetib keldim. Og'iz ochar qaytdi. Undan ham o'tib ketdi yo'lda. Sovuqdan oyoqlarim suvda botib keldi. Voy, topgan baraka bersin. Videoyingizni ko'rib, butun O'zbekistonga deganingizga biz ham ko'rib qoldik. Ko'rsin O'zbekistonda tepaliklar ko'rsin. Hozir kechki payt borib tilla do'konni ochtirdim. Shu onamga olgan sovg'adan qimmatini sizga oldim. Voy, mayli, onangizni rohatlari ko'rsin. Mayli, umringizdan baraka topsin. Hech ham menga hech kim sovg'a bitta qizim berdi bu yil. Ha. Bugun xursandmisiz? Xursandman. Men kelgan, meni tanimaysiz. Ya'ni telefonda boya ko'rib o'tirdi, qizim bilan ko'rib o'tirdik. Biz ko'p obodonlashtirishda ishlaydigan onaxonlarni ko'pini xursand bo'lamiz. Ko'piga yaxshi produktlar tarqatamiz, issiq kiyim tarqatamiz. Bugun bizda ko'rib, menda ham ko'p, menga ham ko'p dardlarni aytishadi, bizga baland nazar bilan qarashadi. Ya'ni past nazar bilan. Past bizani shunaqa kiyimimizni, spes kiyimimizni kiyishni ko'rishsa, bizani sizga har doim ham odamlar kerak bo'lsa taksilar ham o'tkazmaydi, shunaqalar ham bo'ldi. Mabodo mana siz bizni sovg'a, mabodo qiynalsangiz, sotsangiz ham 13-14 million pulingiz bor. Sotmayman. $1000 ga oldim, 10 grammlik narsa. Siz uchun. Siz uchun. Menga 1000 bersa, sizga bundan ham ko'p milliard pullar bersin. Umringiz uzoq bo'lsa, bolalaringiz rohat qilgan bo'lsa, o'zini Xudoyim xafa qilsin. Sog' salomat bo'lib, bolalar rohatimizdan baraka topib, sog' salomat yetib. Boshqa yig'lamang. Biz shu yerdamiz. O'g'illaringiz bor, nima bo'lsa ham. Rahmat, mayli, ikkita qizim bor. Yo'q, biz o'g'illaringizmiz, biz. Xo'p, onajon, yaxshi qoling. Xursand bo'ling. Yaxshi kunlaringizga taqinchoqingiz taqib, o'ynab, kulib yuring. Hech ham yig'lamang. Xudo xohlasa, mennaqasi Xudodan qaytsin. Xo'p, yaxshi qoling. Duo qilib qo'yarsiz.